Tamam, juda hormang. Barbun. Men mana qaynsinglim, qaynag'amni qizi, qaynsinglimga mana shu ko'ylak tikib berishim kerak. Mashinkam mana shu mashinkada ko'ylak tikib berishim kerak. Bu endi bitirib berishim kerak. O'lchamlarni olasiz. O'lchamlarini olib beraman endi. Hozir qish mavsumi tikish qilaman. Mana shu ortimdagi ko'rpachalarni tikdim. Undan parda tikaman. Bo'sh vaqtlarim shu tikish bilan shug'ullanaman. Tikish qilishni yaxshi ko'raman. Bekor o'tirgim kelmaydi. Shu qo'lim bo'sh bo'lsa, tikish qilaman. Mana shu mashinkani topib oldim uydan. Shu ishga qo'shib, shu tikish qilyapman. Nima qilib turgan mashina ekan. Shu bilan tikish qilyapman endi. Shu ko'ylak, hamma nima tikish bo'lsa, hammasini qilaveraman. Hozircha inson mehnat qilish kerak. Albatta, mehnat. Shu yoshlarga qanaqa maslahat berasiz? Yoshlarga ham shu nima desam ekan, mehnat tagi rohat. Siz kam gapirasiz, lekin ko'p ishlaysiz. Shunday. Shu nima ish bo'lsa qilib ketaveramiz. Bahorda dalani ishlari, qishda mana shu tikish bilan shug'ullanamiz. Bekordan xudo bezor. Bekor o'tirgandan mana shunday nima qilsa yaxshida. Bekor o'tirgisi kelmaydi odamda.